Xo'sh, kuyov, nima ish qilasiz? İçki ishlarda ishlayman. İçki işlerde işlerken kahramanım. Kuyoving bo'lsa ichki ishlardan bilsin. Kuyov, biz ham asli organdan chiqqan odammiz. Dadasi, hammamiz organdan chiqqanmiz. Seni onangni organdan chiqqansan. Men organdan pensiyaga chiqqanman, aralashma. Kuyov, biza bir maslahatlashaylik, sizga javobini aytamiz. Qani, amin. Xo'p, kutaman. Quloqiga nimaga qalam qistirib olgan? Bular jinoyatchilarni ushlaganda joyida protokol qiladi-da, ichki ishlarda ishlaydi, ichki ishlarda. Dugosh, mani bo'lajak erim ichki ishlarda ishlarkan. Qizimni yaxshi joyga beryapman-da. Ko'ziga qarab yursang bo'lmaydimi? Boraman seni qammat to'g'rimi? Meni kuyovim ichki ishlarda ishlaydi, tushundingmi? Voy qarindoshlar, qizimni uzatyapmiz. Kuyovim ichki ishlarda ishlar ekan. Rajab, kuyovim ichki ishlarda ishlaydi deb maqtanib yuribsan, hozir soxta xodimlar ham ko'payib ketgan. Bir surishtirgani? Ha, dadasi, surishtirikchi, rostdan ham ichki ishlarda ishlarmikan? Unda men bir surishtirib kelaychi. Bu yo'qda nima qiladi bizni kuyov? Jinoyat bo'lganmi yo'q? Assalomu alaykum, Budishi dadajon, yaxshimisiz? Siz uyalmaysizmi kap-katta odamni aldagan, ha? Siz menga ichki ishlarda ishlayman degandingiz. Yo'q, dadajon, men sizni aldaganim yo'q. Rostdan men ichki ishlarda ishlayman. Ustalarni tilida uyni ichida qilinadigan hamma remontlarni ichki ishlar deyiladi. Bayar, kafel, stяжка, внутренний работада men sizni aldaganim yo'q. Rostdan ichki ishlarda ishlayman, dadajon. Mana shu qalamdan bilsam bo'lar ekan, ha? Voy dadasi, bordingizmi? Kuyovim rostdan ham ichki ishlarda ishlar ekanmi, ha? Ha, rostdan ham ichki ishlarda ishlar ekan. Buncha baxtliman.